Nogironlik nafaqasi va pensiyaning eng kam miqdori oshiriladi. Nogironlik nafaqasi 2022-yil 1-apreldan barcha nogironlik nafaqalari miqdorlari bir xillashtiriladi. 622 ming so'm. Ilgari miqdor qancha edi? Hayoti davomida nogiron bo'lib qolgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori 440 ming so'm. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori 622 ming so'm. Nogironligi bo'lgan 49 ming nafar shaxslar uchun nafaqa 41% ga oshadi. 2022-yilga qo'shimcha xarajatlar 81 milliard so'm. Nogironlik pensiyasi. Nogironlik pensiyasi miqdori 622 ming so'mgacha yetkaziladi. Ilgari 484 ming so'mga yaqin edi. Nogironlik pensiyasini oluvchi 133 ming shaxsning pensiya miqdori o'rtacha 29% ga oshadi. Yangi nafaqa. Doimiy parvarishga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarni parvarish qiluvchi ota-onalarga nafaqa to'lovi joriy etiladi. Har oyda 500 ming so'm. Ilgari faqat bolalarning o'zi uchun nafaqa berilar edi. Bunda nogiron bolalarni parvarish qiluvchi 35 ming nafar onalarga 2022-yilda qo'shimcha mablag'lar ajratiladi. 157 milliard so'm. Parvarishlash nafaqasi davlat xizmatlari markazlari yoki YAIDXPga murojaat asosida pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari tomonidan tayinlanadi va to'lanadi. 2022-yil oktyabrdan 18 yoshgacha nogironligi bo'lgan bolalar va AIDS bilan kasallangan 18 yoshgacha bolalarga to'lanadigan nafaqalar hamda parvarishlash nafaqasi fuqarolardan qo'shimcha hujjatlarni talab etmagan holda reaktiv shaklda tayinlanadi. Like va obuna bo'lishni unutmang. Nogironlik nafaqasi va pensiyaning eng kam miqdori oshiriladi. Nogironlik nafaqasi 2022-yil 1-apreldan barcha nogironlik nafaqalari miqdorlari bir xillashtiriladi. 622 ming so'm. Ilgari miqdor qancha edi? Hayoti davomida nogiron bo'lib xillashtiriladi. 622 ming so'm. Ilgari miqdor qancha edi? Hayoti davomida nogiron bo'lib qolgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori 440 ming so'm. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar hayoti davomida nogiron bo'lib qolgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori 440 ming so'm. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori 622